Assalomu alaykum Chorva savdo YouTube kanalining aziz obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuniga dushanba 2025-yil 26-may biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepao'rg'on qishlog'ida, ya'ni Akramjon do'stimizning xonadonidamiz. Boshlangan kunlarimiz xayrli va barakotli bo'lsin deya biz video syomkalarimizni boshladik. Marhamat tomosha qiling, like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringdan chiqmasin. Kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalar, bundan-da zo'r, bundan-da chiroyli videolarni qilib sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar. Bugungi video obzorimiz o'ta chiroyli naslga qo'chqorlarni haqiqiy zo'rlardan chiqaramiz. Assalomu alaykum Akramjon. Zo'misiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz joyidami? Rahmat. Akramjon, xo'p, sizni ustingizdan jalba ko'p tushyaptimi? Demakki, siz har doim chiqarardingiz-ku. Kam chiqaryapsiz aka. Bizni Telegramdan yozishyapti, shu Akramjondan chiqaring, qo'ydi yaxshisini olib kelardi. O'sha boladan chiqarib turing deb. Yaxshilar keldi orada. Xudo xolsa endi muntazam chiqarib turamiz, qo'limizdan kelgancha. Hurmatli obunachilar, xudo xolsa videoni oxiriga ko'rib like bosib qo'yasizlar. Bunisi birinchi partiyamiz, bu shak. Qachon yetib kelgan bu? Bu kecha keldi mana. Kecha. Hali qo'zi ekan Akramjon. Qo'zi ekanmi? Hali qo'zi. Qo'zi ekan. Hali qo'zi. Hurmatli obunachilar, qo'yga yaxshilab e'tibor berib qarang, garbonosni qarang, garbonosni. Qulog'i ham 19 atrofida ekan, a? 19 atrofida. Oyoqlari ham baquvvat. Oyoqlari haqiqatan baquvvat. Zot yo'nalishga qidirib yurgan aka-ukalarimizga xotirjam tavsiya qilaman. Baquvvatligini qarang. Mashalloh. Eng qizig'i dumbani qarang. Dumba razrezdan o'ta cho'tki. Xudo xolisa. Xudo xolisa yeb ichishda muammosi yo'q. Sinab ko'rdingiz. Buni bo'ybaslarni o'lchab ko'rsataylik, keyin batafsil ma'lumot beramiz, a? Bo'ldi, metr nozmi olin. Hurmatli obunachilar, qo'chqarga yaxshilab e'tibor berib ko'ring. Haqiqiy naslga qidirib yurgan aka-ukalarimizga xotirjam tavsiya qilaveradigan variantimiz. Ushlab turing metr. Hurmatli obunachilar, 95 ga yaqin ekan. 90 plyusga olishaveradi. Plyusga olishaveradi. Ha, ertaga borganda shtobi siz tijorat qilmasligingiz kerak. Uzunligini ham bir qo'yingchi. Ayni qo'yavering, farqi yo'q. Shunda aylantirib olsangiz bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar, uzunligi salkam 1 metr ekan. Xo'p, yo'tali, kasal kusali, sog'lig'i joyida. Muammosi yo'q oribjonmi? Xudo xolisa, hurmatli obunachilar, kimga yoqsa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Besi ham yaxshi oribjon. Besi necha kilo keladi? 99 kilo chiqdi, tortdik o'shada. Kecha tortgansiz, 99 kilo chiqdi. Hurmatli obunachilar, 99 kilo. Badani ham zo'r oshchaligidaqa emas, lekin sovutib qo'yilgan tayyor. Shunda olib borib qo'shib variantlarini. Yoshi hali ko'zi, hali bu o'sadigan variant. Narxini nima deymiz Akramjon? Narxiga oribjon 8,5 bersizmi? 8,5 xayri bormi? Ozgina xayri. Xayrini qilib berasiz. Hozir ochiqlab ketamizmi yo telefon qilib o'tib berasiz? Telefon qilib o'tib beraman oribjon. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, Samarqandgacha. Samarqandga o'qib beramiz do'stlarkasini. Hurmatli obunachilar, qo'ydi bir qur o'zim obzor qilib o'taman. Yaxshilab eslab qolinglar. Mana. E'tibor bering. Yoshi qo'zi, garbonos o'ta chiroyli. Quloq 19 atrofida. Quloq joylashuvlari nihoyatda zo'r joylashgan mana. Oldi to'shni qarang. Oldi to'sh zo'r, oldiga bo'rtib chiqqan. Oyog'ini qarang. Oyoqlari o'ta baquvvat, zo'r. Orqa oyog'ini qarang. Orqa oyoqlari ham nihoyatda zo'r, kengligi ham. Hamma yoq kelishgan holatda. Yelka kengligiga ham bir e'tibor bering. Yelka kengliklari ham nihoyatda zo'r. Hurmatli obunachilar, kimga yoqsa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolsa yedishda muammosi yo'q. Bo'ybaslari 90 plyusda, narxi 8,5 million so'm xayri bor. Kimga yoqsa ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Biz keyingi partiyani chiqamiz. Mana hurmatli obunachilar, bu ikkinchi partiyamiz. Qo'chqarga yaxshilab e'tibor bering, bu garbonosni qarang. Inshaalloh garbonos haqiqiy o'ta chiroyli ekan. Hurmatli obunachilar, tishini ko'rsatingchi buni Akramjon. Kalla ham haqiqiy katta ekan. Ay, ona. Ko'rsatdimi? Ko'rindi. Yangi chiqaribdi. Quloqni qarang, hurmatli obunachilar, quloqni. Qulog'ini o'lchadik oribjon, 20 ekan. Quloq 20. Ha, yana o'lchab ham beraveramiz ehtiyot. O'lchab, Telegramdan xotirjam video qilib tashlab beraverasiz. Keyin qulog'imni yaxshilab kamera akanda shirokiligiga ham e'tibor bering. Shirokili ko'rsatdim, haqiqatan shirokili ekan qulog'i ham. Hurmatli obunachilar, yaxshilab e'tibor berib, qo'chqarga bir e'tibor berib ko'ring mana oldi to'shi, oyoq qo'lda baquvvatligini qarang. Mashalloh. Haqiqiy men qora qo'chqor qidirib yuribman, qora qo'chqor qo'shaman deganlarga dumbasi ham
o'ta chiroyli ekan. Mana oyoq kengliklari nihoyatda zo'r. Buni bo'ybaslarni ham bitta o'lchaylik. Keyin to'liq obzor qilamiz, xudo xolos. Mana hurmatli obunachilar, bo'ybaslarga e'tibor bering. 95 dan yuqori chiqyapti. 95 ga olishaversin-a. Xudo xolisa hurmatli obunachilar 95 ga olaverasizlar. Kimga yoqsa yana bir marta eslatib o'taman, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ydi zoti yaxshi, yungi toza, prosta bu adashmasam qaychida olingan ekanda. Agar mashinkada olinganda o'ta simjim bo'lib yaltirab turardi. To'g'risini aytish kerak-da, hurmatli obunachilar, bu bo'yindagi baldog'iga e'tibor bering. Nasli toza, xudo xolisa. Buni 7 ishtida muammosi yo'q. Bu ham kecha yetib kelgan. Hurmatli obunachilar, bunisi ham kecha yetib kelgan. Xo'p, narxini ayting, keyin bitta obzor qilamiz. 10 million so'm. Kami bor, chiroyli qilib o'tib beraman. Kami qancha? 200 ming kam berasiz. 200 ming. 9 larga bitmaydimi, Akramjon? Telefon qilsin, chiroyli. Bitiramiz. Vidashni o'zi yo'q. Xudo xolisa. Hurmatli obunachilar, mana Qo'chqorga yaxshilab e'tibor berib ko'ringlar. Hozir bir ko'r o'zim yana bir marta eslatib o'taman, obzor qilib beraman mana. Xo'p, garbonoz nihoyatda zo'r. Yoshi shishak, quloq 20. Oldi to'shlar zo'r joylashgan mana. Oyoqlar ham o'ta baquvvat mana. Kastanglarni qarang, nihoyatda baquvvat. Mana. Orqa oyoqlari ham tuyoq istagan tuyoq mana. Oyoq kengligi nihoyatda zo'r. Yelka kengligiga ham bir e'tibor bering. Bu xolos yelka kengligi, bel kengligi, dumba, tikka dumba, osilib ketmagan, xudo xolisa zot yo'nalishga qidirib yurgan aka-ukalarimizga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Yoshi shishak, bo'yi endi qo'zidan chiqdi. Yoshi shishak, hop, bo'ylari 95, plyus degan 95 ga olaverasizlar. Bor 90 plyusga olaveringlar. Ertaga Akramjon hijolatib qolmasligi uchun. Narxi keladigan bo'lsak, narxi 10 million so'm kami bor. 9 million aniqroq qilib gapiradigan bo'lsa 9 million 800 ming so'm deyaptilar. Astoydil telefon qilasizlar, xudo xolisa xayriga yana o'tib beradilar. O'tib beradigan joy bor. Dastavka xizmatimiz Samarqandga, hurmatli obunachilar. Videoni oxiriga ko'rib bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar, xudo xolisa video obzorimiz o'ta chiroyli bo'ladi. Biz keyin qo'yimiz chiqazamiz. Mana hurmatli obunachilar, mana 3-partiyamiz haqiqiy Qo'chqorning nasliga qidirib yurgan aka-ukalarimizga men birinchi mana bu yerdan boshlayman. Mana uni qarang. Inshaalloh oldi kengligini qarang, to'shdi. Haqiqiy pishgan qo'y ekan. Buni tishini ko'rsatingchi buni Akramjon. Menga tushga yoribdi, tushga. Shakka chiqibdi, bu ham. Shakka chiqibdi. Hurmatli obunachilar, Qo'chqorga yaxshilab e'tibor bering. Kastanglar zo'r. Oyoq qo'l o'ta baquvvat mana. Ikkalasi ham. Xudo xolisa dumbani qarang, dumbani. Orqani chiroyli. Ham bo'lmasa keramni qo'ya boribdi. Shunaqa. Haqiqiy oyog'i o'ta baquvvat ekan, hurmatli obunachilar. Hop, buni bo'ybaslarini o'lchaylik, keyin to'liq obzor qilamiz. Chorsakan o'lchatadimikin? Xo'p, mana hurmatli obunachilar, bo'ybaslariga yaxshilab e'tibor bering. Xo'p, 90 plyusda ekan bu ham. Nechiga 90 ga olishaveradi 90 plyusga. Xo'p, narxini nima deymiz Akramjon buni? Narximi? Buni Arifjon 9,5 ga beraman. 9,5 ga dastavka qilib berasiz. Beraman. Xo'p, dastavkamiz Samarqandga davra. Xudo xolisa hurmat. Kilosi necha kilo keladi? 10 kilo xotirjam o'ynataveradi. 110 kilo, 110 kilo tirik vazni, hurmatli obunachilar. Yana qo'shadi hali, vesni xotirjam qo'shaveradigan variantlari. Xo'p, hurmatli obunachilar, qo'ydi bir qurab zo'r qilaman, yaxshilab eslab qoling mana. Kallak o'ta chiroyli, xo'p, oq yuzlik, yoshi shishak, uni qarang. Oldi to'shni qarang. Oldi to'sh nihoyatda zo'r. Oyoqlari baquvvat, zot yo'nalishga qidirib yurgan aka-ukalarimizga mana. Orqani qarang. Orqa oyog'i ham o'ta baquvvat, zo'r. Yelka kenglik, oyoq kengligi nihoyatda zo'r. Endi buni qarang. Yelka kengligiga ham bir e'tibor berib ko'ring, hurmatli obunachilar. Hamma yo'q o'ziga yarashgan holatda, hurmatli obunachilar, bo'ybaslari 90 plyusda. Xo'p, narxi 9,5 million so'm xayri bor. Samarqandga dastavka xizmat. Akramjon, mashq qo'yingizni bitta qo'yib yuboring, men ishqiboz bo'ldim. Hurmatli obunachilar, Qo'chqorga yaxshilab e'tibor bering. Hurmatli obunachilar, bu qizil partiyamiz, oxirgi partiyamiz. Xo'p, yoshlari adashmasam qo'zi yashang. Ektishga chiqargan bu ham. Xudo xolisa bo'ybaslari bu ham 90 plyusda. Ha? 90 ga olishaveradi. 7 ishtida muammosi yo'q. Ertali kasal tusali sog'lig'i joyida. Hurmatli obunachilar, Qo'chqorga qarang, dumba razrez ham nihoyatda zo'r. Kallaga ham o'ta chiroyli joylashgan ekan. Hamma yo'g'i kelishgan holatda, hurmatli obunachilar.
Kimga yoqsa ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Narxini yengilroq beramizmi bunisini Akramjon? 6,5 millionga beramiz. 6,5 millionga dastavkani qilib berasiz. Qayerga u dastavkasi? Yetoradi Samarqandga. Samarqandga u dastavka xizmati bor. Hurmatli obunachilar, Samarqandga u dastavka xizmati bor. Orqadagisini 6,5 million so'mga xudo xolsa Samarqandga u dastavkasini qilib yetkazib beriladi. Bo'y basti 90 ga olaverasizlar. 90 plyusda bo'lishi kerak, 90 ga olaverasizlar. Yosh shishak. Xudo xolsa 7 muammosi yo'q. Dumba razrezlar, oyoq qo'llar o'ta baquvvat. Qo'chqorga yaxshilab e'tibor berib ko'ring. Ammo men monoqo'yizga ishqiboz bo'ldim. Buni endi sal balandroq kelgan olgan buni. Endi zoti yaxshi ekanda o'zi. Zoti yaxshi qo'ydi. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringdan chiqmasin. Kanalimizda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolsa bundan-da zo'r, bundan-da chiroyli video syomkalar qilib sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.